Assalomu alaykum hammaga. Mana Xudo xolasa klientimiz bizga ishonib topshirib berishdi. Konturni kachol, Dyson kacholi bo'ladi. Inshaalloh shularni yuvib tozalab, ventilyatorlarni hozir yechib oldik. Chunki eski tushib qoldi keyin. Bularni hammasini yuvib, remont qilib, Xudo xolasa joy-joyiga o'rnatib, chiroyli qilib beramiz. Ko'rib borasizlar. Do и после degan joylari bor. Kecha ko'rdinglar ahvollarini. Nasos o'ziniki. Datchik almashtirildi. Xudo xolasa davleniya datchik deyiladi. Perisostat o'ziniki, bu ham tozalandi, ventilyator ichlari tozalandi. Radiator vaqti quyqum bo'layotgan ekan. Hamma narsasi ideal bo'lib, kraskalanib, chiroyli holatga keldi, ishlash holatiga keldi. Bir sizlarga yana ko'rinadi. Ishlatib yoqib beramiz xonadonga borib. Assalomu alaykum o'rtoqlarimiz. Mana Xudo xolasa Dyson kacholimizni ham ishlatib oldik. O'g'illarimizni qaranglar, chiroyli yonishini ko'pintirib yonyapti. Bu shogirdimni mehnat qo'llaridan bittasi. Tabloga ahamiyat bermaymiz. 38 ko'tarildi, 39. Ikkita nasosimiz bor ekan. Doполнительный расширительный bak qo'yib olgan. Sistemamiz katta. 13 ta radiator ishlayotgan kacholimiz. Xudo xolasa yaxshilikka ishlatsin xonadonlarimiz.